Yashil yillik umummilliy loyihasi butun mamlakatimiz bo'ylab davom etmoqda. Qoraqalpog'istonda mazkur tadbir doirasida amalga oshirilgan ishlarda yoshlar ham faol ishtirok etishdi. O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan Nukus shahrida qilingan ishlar haqida muxbirimiz xabar beradi. Nukus shahrida tashkil etilgan Yashil makon loyihasi ishtirokchilari dastlab yashil daraxtni o'z qo'limiz bilan yaratamiz shiorini ramziy ma'noda ko'rsatishga harakat qilishdi va yashil daraxtning ko'rinishini qo'llari bilan birgalikda aks ettirishdi. Ramziy nishonimiz bo'lgan жасыл terakni o'z qo'limiz bilan yaratamiz o'ramni ostida boshladik. O'zingiz ko'rib turganingizdek, yoshlarimiz birgalikda o'z qo'limiz bilan terakni sug'ib orqali bizlar Qoraqalpog'iston ko'lamida teraklarni o'z qo'limiz bilan yarata olamizda, soni isbotlab bermoqchi bo'ldik. Ham hozirda biz yoshlar bilan birgalikda teraklarni yegib, yelida mamlakatimizning gullab jasona o'z ulesimizni qo'saman deb o'ylayman. Aksiyaning ochilish tadbirida so'z olganlar ta'kidlashdiki, bizga toza havo, toza suv hamda atrof muhit zarur. Shu bois ushbu loyiha har bir inson uchun ahamiyatli. Loyiha ishtirokchilari ikki yo'nalishga ajratilib, Nukus shahridagi ikkita mahallada joylashgan maydonlarda yashil makon loyihasini amalga oshirishdi. Dastlab ishtirokchilar Televoray mahallasida obodonlashtirish, tozalash ishlarini olib borgan bo'lsa, so'ngra turli xil ko'chatlarni ekishga kirishdilar. Loyihaga jami Nukus shahri bo'yicha 1000 ga yaqin yoshlar qatnashgan bo'lsa, 10 gektarga yaqin yer maydonida yashil makon yaratish borasida turli xil ko'chat ekishlari olib borildi. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.